Haydi. Chunki bu mana bu qo'shmachi Tursunova mavjuda noqonuniy obyektini davlat olib tashladi yaqinga. Mana bu hozir 102 qilgan yolg'onni kuchinglar men niyatloshga yetdi hamshalarimdan so'rasam hech qanday Go'zal opa vovullagan yo'q, oldingi ovozini yozib olgan deyapti. Bu ikki. 3-dan 27-iyul kuni Chirchiqda Respublika hayvonlar himoya qilish bo'yicha uydagi hayvonlar priut ochilguncha ushlab turishga prezident ruxsat bergan. Bu 4-si. 4-dan hozir SMB mani guvohlarim ostida mana hozir siz 4:15 ga berganman. Mana urgan uchun Tursunova mavjuda ekspert qog'ozlari o'zgartirilgan. Sharopov degan odam ko'rgan, umuman boshqa odam, sizlar necha marta qotillik qilasizlar? Necha marta sizlar qonunni buzasizlar, forma kiysanglar mumkinmi? Hammasini ijtimoiy tarmoqlarga tarqataman. Bobojonda qanday qilib dalbayoq deb haqorat qilib telefonim yozib qo'ygan, buni butun hamsiya biladi. Qarindoshlarim o'shangan bu iflosda tez cho'kib kechirgan uchun ham kechiruvdim. Bu marazni o'sha vaqtda o'xshashim kerak esimda. Bu 5-si. 6-da yana eshitib qo'ying. Bir ayolni o'ldirib, qotillikka qo'l urganga dalil isbotim bor. Men uni yaqinlarimga emas, duganamga berib qo'yman. Baribir ijtimoiy tarmoqda tarqatadi u. Ana endi siz gapiring boshlig'i bo'lsangiz, xo'pmi? Sizda odamimiz nima qilyapti ko'chaga, bu yoqqa mahallaga gapiring. Mana bu yoqqa qo'shmachi xonalarni qonuniy qilib ochib qo'ygan. Mana shu 2 ga turadigan alkash Zamira Xurramova nomiga chiqib keldi. Kadastr biza tekshirdik cheris tashkilotdan. Yolg'onni Nortoji kelib, bu yoqqa buni pulini olib ketyapti. U ayolda umuman nomi o'tmagan, lekin bu yoqdan pul qilyapti. Biza davlatga yordam beramiz. Yolg'onni kuchini bahona qilyapti. Siz forma kiyib olib, bayroqni o'pib, shu ishni qilyapsizmi fuqarangizga? Mani eshigimda mana hozir izlari bor. Pichoq bilan qanday qilib qirib, men shunchadan birdan singillarimga telefon qildim. O'yimni sudda sanksiyasiz butun dunyo eshitsa, hozir men Живой ana qo'yaman Facebookga. O'yimizda noqonuniy yo'l bilan 5 sanksiya sudi prokurori o'yimizga hujum qildi PPS. Ana shu odamlar bilan pichoq bilan ochishga harakat qilishdi. 5 основания. Bitta kuchi vovullagan uchun o'yimni ochib kirishga haqqi yo'q hech kimda. Mana endi o'zini oqlasin. Hozir mana живой intervyu qilaman men. Gapirsin endi. Gapirsin o'zini qanday oqlar ekan. SMB topshirib bo'lganman, uchastkovoy. Odam o'ldirganingni, soxta guvohlaringni, birinchidan o'sha alkashing mahallani ichiga bo'lmaganligi haqida mahalla xodimini ikkita ko'rsatmasi ham bor. Mana bu Saida birinchi domni donboshiman deydi. O'zini sobstveni erini 2 million pulini o'g'illagan audio zapislari bor menga. Ana endi gapirib ko'r. Menga gapirib ko'r endi. Mana dalil isbotim bilan hozir prokuratura nima qilayotgan? Gapirib ko'r. Sanlay fleshka kerak, shunchalar mishimga kelib turibsan. Mana fleshka olasan. Men uni boshqa joyga yetib qo'yaman. Gapir. Gapirsin qanday gapir ekan.